Yo'g'ida, ular stajyormi? Ular debyut guruhini tuzdilarmi? Qoyil. 제대로 안 나왔어. Men aniq rasmga ola olmadim. Bu yomon. Hey, bu kim? 연세인가 봐. U stajyor bo'lsa kerak. U juda chiroyli. 진짜. Ajoyib ko'rinish. Uyning Rookies debut guruhi tuzatilgan ko'rinadi. Bizda hech bo'lmaganda bittasi bor. Bu bizning maktab formasi emasmi? Bu Kang Wubin emasmi? Kang Wubin, sen yana imtihonda birinchi o'rinni egallading. Qarsaklar. Bu endi meniki. Ijtimoiy bilimdonlar sinfi. M. Ah, men qanday omadsizman-a. Yangi olgan quloqchinlarimni yana yo'qotib qo'ydim. Men yagona Atakumon, haqiqatdanmi? 나만 오덕이야? 그런 거야? 3분 Nega 3 daqiqalik ovozlarni eshitmaydigan odamlar haqida postlar chiqaveradi? 대박. Qoyil. Yo'q do'yim, men bunda hamma narsani ko'ra olaman. Bu aql bovar qilmaydigan telefon orqali men turli xil narsalarni bilib oldim. Ular yaratgan postlar va hatto ular bir-biriga yuborgan xabarlar. Sizga aytyapman, bu aqldan ozgan. Hech qanday san'at yo'q ekan, juda yaxshi bo'ldi. Aynan, Kageyama bu yerda issiq. Kageyama? Senga ham Kageyama yoqadimi? Ha, qanday tasodif.
U mening eng sevimli odamim. U aqldan Aql ozgan. bovar qilmas. Sen birinchi insonsan. O'zi qaysi sinfdansan? Kim Jiyun? Ikkinchi sinf. Ilgari men ularga yaqinlashish uchun nima deyishni bilmas edim. Lekin bu telefon orqali men hamma bilan do'stlashishim mumkin. Biz Kaga mana shanba kuni ko'rishni rejalashtiryapmiz, chunki uning tug'ilgan kuni. Nima? U yerga borib suratga tushamiz. Yo xudo, juda ham ajoyib. Multfilm qahramonini tug'ilgan kuni bormi? Kitoblar o'qishni xohlaysizmi? 와 진심 카페 잘 꾸며놨다. 얼른 영접하고 싶어 가게 하마. Unga nima bo'ldi o'zi? O'zini boshqacha ko'rsatish nima keragi bor? 있어 이거나 봐. Senga tasodifan quloqchin kerakmi? Ishlatilgan sotib olmoqchimisan? Quloqchinlar? Nima deyapsan? Senga kerak emasmi? Men ularni yo'qotib qo'ydim, lekin sen uni qayerdan bilding? Men hech kimga aytmagandim-ku. Nima? Haligi men faqat bir qarashda senda kamchilik borligini ayta olaman. Nima? Senda kamchilik bor demoqchimisan? Yo'q, men seni tashqi ko'rinishini aytmagandim. Ahmoq. Bolalar, jim bo'linglar. Men sizlarning ovozlaringizni ofisimdan turib eshityapman. Biroz jimgina o'tira olasizlarmi? Ha. Yaxshi, unda jim o'tiringlar. Kiravering. O, yangi talaba. Yangi ishga qabul qilinding. Hey, joyingga o'tir. Ha. Sen hatto harbiy xizmatni ham o'tamagansan. Yangi qabul qilingan aytmoqchimanki. Xo'sh, o'zingni tanishtirmoqchimisan? O'zing haqingda biroz ma'lumot ber, balki introvertdirsan. Ismim Li Dongmin. Vo, u juda hazilkash ekanmi? O'tirishing mumkin. Xo'sh, bugungi e'lonlar hech narsa. Jimgina o'qib o'tiringlar, xo'pmi? Ha. Qayerdan kelding? Bo'ying qanchalik baland? Darajang qanday? Sevgan qizing bormi? 야좀 조용히 해. Hoy, jim bo'lsang-chi, og'zingda motor bormi? Hoy, sen juda jiddiy ko'rinyapsan. Hey, Kanwubin. Yaxshisi, undan ehtiyot bo'l. Go'yoki. Snack barga borishni xohlaysanmi? Aha, yaxshi. Sinfkom, Klaskom, sen bizga qo'shilmaysanmi? Buyurtmalar nazoratimdan chiqib ketdi. Ismim Li Dongmin dedingmi? Bu bizning sinf sardori, savdo markazi boshlig'i va youtuber va nima edi? Ha, boshqa xislatlari ham bor, lekin buni bilishing shart emas. Va bu yerda bizning Kanwubin. Bu bola K-popning kelajagi. V Entertainment'ni bilasanmi? V Entertainment stajyori. Qachondan beri? Qo'yaver. Taxminan 1 yil bo'luvdimi? Ammo u allaqachon debyut guruhidan joy oldi. U yana maktab darslarini ham qoldirmayapti. U mening do'stim, lekin unga haqiqatan ham aql bovar qilmaydi. Hey, kelinglar Snake'ga boraylik. Va men esa Mobunguman. Maktabdagi barcha g'iybatlarga men javobgarman. Mendan xohlagan narsangni so'rashing mumkin. Maktab hayoti va bu kabi ma'lumotlarga ega bo'lgan odam men bo'laman.
Ha, rahmat. Ey, tur, pizzaga boraylik. Ko'rishguncha. Ha, to'g'ri, pizza. Qani ketdik. Vubin, tezroq kel. Ular sotilib ketadi. Ular allaqachon sotilib bo'lgan bo'lsa-chi? Men senga aytyapman. Hamma narsani bilishni nima keragi bor? Men ularga o'xshagan odamlarga hech qachon yaqinlasha olmayman. Rostdanmi? 3 daqiqalik postni eshitmaydigan odamlar shunchalik yomonmi? Siz 3 daqiqadan so'ng darhol o'chirilgan videoni bilasizmi? Ba'zi yigitlar juda jiddiy qo'shiq aytadilar. Lekin u jirkanch. U kimligini hali hech kim bilmaydimi? Ishonchim komilki, men uning yuzini ko'rsam aniq bilib olardim. Lekin o'chirib tashladi. 누군지 알아내는 애 있으면 대박이겠네. Hoy, sen kim deyum? Qani ketdik. Bugun jismoniy tarbiyada nima qilamiz? Ha, to'g'ri, mening telefonim. Sizlar ketaveringlar. Okey. Ketdik. Zudlik bilan auditoriyaga keling. Sen kimsan? Sen Seni kutilmaganda chaqirganim uchun uzr. aytadigan gaping bormi? Tez orada jismoniy tarbiya boshlanadi. 그게 아니고 Aslida 뭐 물어볼 게 sendan 있어서. so'raydigan narsam bor. Nima ekan? 그게 Xo'sh, 그니까 haligi 매일 오늘을 기다렸어 헬로 좀 더 멋지게 널 보길 바랬는데 수없이 꿈꿨던 많이 연습했던 오늘이지만 날카 눈물만 쏟아냈어 널 앞에다 두고 멍하니 발끝만 보잖아 보고 싶었다고 그리워했다고 말도 못하고 그저 헬로 Hey, 그게 xo'sh, 그러니까 nima desam ekan? nima bo'lyapti, Juyon? Nima? Kechirasan. Haligi 그럼 뭐지? nima edi? Jiyonmidi, Jivonmidi? Jiyong, Jikyon? 지영 Jiyong. Yo'q, u boshqa sinfda-yu. Bu yerga meni nega Sen chaqirding? 3 daqiqalik ovozi eshitilmaydigan odamsan, to'g'rimi? 친한 너 맞지? 뭐? Nima? 나 사실 Men seni ko'rdim. Nima haqida gapirayotganingni tushunmayapman. 널 앞에다 두고 멍하니 발끝만 Hoy, Mobong, shosh. Hoy, men nimaga buni qilishim kerak? Men xohlamayapman. 연습부터. Okey, Qani boshladik. boshladik. Hay, mushuk-ku. Ha, mushuk edi-ya. Yana. Kang Vubin, tezroq kel. Hoy, Vubin, bu yoqqa kel. 왜 저래? Unga nima bo'ldi? 무슨 일? Hoy, tinchlikmi? 저기 Kechirasan. Gapingni bo'lganim uchun kechir. 잠깐 Vaqting bormi?
Albatta, albatta, yur ketdik. 내 제안 Taklifimni qabul qilganing uchun rahmat. Sen buni taklif deb o'yladingmi? Aslida tahdid edi. 앞으로는 Kel, bundan buyon hamma narsani shu yerda gaplashaylik. 아지트 Buni yashirin joy deb hisobla. Bu yerga bemalol kira olamizmi? 응 아무도 안 Bu yerga hech kim kelmaydi. 많이 왔었나? Sen bu yerga tez kelib tursan kerak. Men bu yerga sinfdan qolishdan ko'ra yolg'iz qolishni afzal ko'rganimda kelaman. 자 그럼 Endi tan olish kuni haqida gapiraylik. 생각해 Biror narsa haqida o'yladingmi? 뭔 생각? Nima haqida? Nima haqida? Hozir nima bo'layotganini ham bilmayapman. 난 있어 Men topdim. 그때 O'sha paytda hayron bo'lganim uchun videoingni yozib oldim. 음치 Sen 있잖아 ohangdor odamsan, to'g'rimi? 근데 너 Lekin sen qanday qilib stajyorsan? 너 Nega? 알면서 Nega bilib turib jim yurding? 조용히 Men jim bo'lishdan boshqa ilojim yo'q edi. 그래서 뭐 Xo'sh, nima qildi? 이제 어쩔 Endi nima qilasan? 나는 그 Men shunchaki stajyor ekanligingga qiziqdim. Endi sen yolg'on ekanligini aytmoqchimisan? Nima? 그걸 물어 Men ham shuni so'ramoqchi edim. 됐고 Bularni unut. 원하는 게 뭔데? Nima xohlaysan? 네가 그렇게 Men senga rostdan ham shantaj qilayotgandek gapiryapsan. 애들한테 Boshqalarga aytmayman va kimdir mening gapimga ham ishonmaydi. Menda video bor. Lekin men butunlay outsiderman. Sendan farqli o'laroq. Yo xudoyim, nimalar deyapsan? 아 원하는 게 Sen 있어. xohlagan narsani ayt. 원하는 Men xohlagan narsami? Men u bilan birinchi marta gaplashyapman. Uning ismi nima? Juda qo'rqinchli. U bilan kim ham gaplashardi? 내 힘. Men o'zim qila olmaydigan narsa. Agar boshqa birovning ta'siridan foydalanishim kerak bo'lsa, Bu 돈? pulmi? Yaxshi, men ko'p narsani bilmayman, aytaver. 너 sen 오늘부터 bugundan boshlab 나를 좀 meni yoqtirishing kerak. Ijtimoiy bilimdonlar sinfi. 저 혹시 Buni siz buyurtma qilganmidingiz? Ha, beravering. Kuningiz yaxshi o'tsin. 강호빈이다. Yo xudo, men sizni stajyer ekanligingizni bilmasdim. 아니 대박이다. 왜 몰랐지? 잘생기긴 했다. 나랑 같이 Ilgari u meni sinfimda edi. IT'ni ko'rdingizmi? Siz qaynoq mavzusiz. Qachondan beri stajyorsiz?